Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz? Qayerga davolanish uchun kelgansiz? Yoshingiz nechida? Men Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Aloquli qishlog'idanman. Yoshim 31da. Bu yerda kelishimdan maqsad Siz qaysi tashkilotga hozir lecheniya olishga kelgansiz? Davolanishga Kitob tumani Malham giyohlar bilan davolash markaziga kelgansiz. Shundaymi? Nima kasallik bilan keldingiz? Ayting. Men bu yoqqa keldim. Kitob tumani Malham bilan davolash markaziga keldim. Bu yoqda shu qurtlarni tushirish bo'yicha va ichimda o'zgarishlar bor edi. Masalan, ozib ketayotgandim. Va yana prostata adenomasi bilan sal qiynalaman. Chunki o'tirib ishlayman постоянно. Shamollashda ham ozgina har yil sovuqda qiynab turadi. Hozir bugun nechinchi kun lecheniya? 6-kun. Qanday holat sezyapsiz? Bugun o'zimdan yengil his qilyapman. Birinchi kundan his etdingizmi? Ichingizdan nimalar tushyapti? Ichimdan birinchi kun o'zgarish sezmadim, 4-5 kundan o'zgarish sezdim lekin. O'zgarish sezdim. Ancha yengil his qilyapman o'zimni. Ichingizdan shilimshiq narsalar, ko'pikka o'xshagan qurtlar ko'ryapsizmi? Har yozilganingizga ko'rishingiz kerak. Ko'pikka o'xshagan oqimtir narsani kelganini ko'rdim. Og'rib kelib keyin yengil bo'lyapsizmi? Qorin g'ildirashida bo'lgan holat bo'ladi. Ishda surish, mana bu sano bargi qo'shilgan, o'shalarni ichganimda ishda surib chiqarib yurar ekanda. Siz oldin eshitib kelyapsizmi bu markazni yoki bironta odamimiz kelib davolanib ketuvdimi? Meni yaqinlarim davolanishgan bu yoqda. Meni onam bilan akam davolanishgan. Ularning taklifi bilan keldim, to'g'risi. Ular ancha yengil his qilasan, ancha yengil bo'lasan. Biza akam sal yomon kasalliklari bor edi. Qayerga edi? Qizil o'ngishlarda, mana bu joylarda yomon kasalliklar bor. O'simta bor edi. Ovqatni ko'rsatmagan doktorlar qolmagan. Samarqandlarga, boshqa joy Toshkentlarga ko'rsatmagan joyimiz qolmagan. Lekin bu yoqqa kelib, anchadan beri o'zlarini yaxshi his qilayotganlarini aytadilar. Onam bo'lsalar, buyraklaridan va boshqa o't nimalaridan toshlar tushganligini aytdilar. Toshlar tushganini ko'ribdilarmi? Toshlar tushganini, yashil toshlar tushganini, sarg'imtir ko'p toshlar tushganini aytib berdilar. O'shanga qiziqib, men bu joyda qidirib keldim keyin. O'sha akangizni qizil o'ngachdagi o'sha o'simtasi so'rilganini sezyapti ekan. So'rilganini his qildilar. Yana bir lecheniya qilishim kerak deb yuruvdilar. O kishiga 2 etap deb aytdim men. 1 etapga keldilar, to'g'ri. Sog' bo'ling iloyim, sog'ayib ketinglar, umuman kasal bo'lmanglar. Shukr, rahmat, salomat bo'linglar. Xursandmisiz Malham markazidan? Xursandman. Xudo xolasa yana bir vaqt bo'lgan paytda lecheniya olish niyatim bor. Rahmat, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.